Mana o'sha Andijon kat yo'limiz. Yil mana xudo xolasa sovuqlarni ham o'tkazdik. Mana endi bo'lmas. Dehqonlar baxtiga sovuq. Mana dehqonchiliklarni ham boshlaganmiz mana. Dehqonchiliklar ham uzilish boshlangan. Sistemalarimiz mana shunaqa holatda, mana yerdan ko'tarilgan holati. Fevral oyida boshlandi mana terim ham. Hozirgi holatlari sovuqdan olib chiqdi mana, qiynamay pechkamiz. Mana oldi simga yetib bordi. Pechka ish berdi, xudo xohlasa. Bir yil teplitsamizni kattalashtiramiz. O'sha rasxod bo'ladi deyishyapti. Xudo xohlasa